Suyungi sovuqdashi yaxshimi? Sizdan kurashmang shunda uzundek tuyulib ketibdi menga. Ma'lumcha problem bor. Darslarimizdan bir qatimliq o'tmay qoldik. Biz bugun davomlashtiramiz darsimizni. Hamda ma rasm nimasi bu? Shu Shakar deydigan bir rassomning rasmi bu. Men bek Shinshan qilgan rasmim bu. U kuni shu kuni hamda nimani tasvirlagan desa bu Shakar o'zining tug'ilgan kunini unutib qoldi-ku. Unutib qolib, ashhadu rasmsizdi. Ma aslida qiz ham keyin to'y qildi bu. To'y qildi shu ayol bilan Iva. Bu unutib qolmaydi. Chiroyli qiyoslab bir parcha gul bilan shu Shakar rasmsizatgan. Shu rasmxonasiga odamning ham studiyasiga ishxonasiga gul so'q kelganda Shakar bek xush ketdi, bek hayajonli ketdi. Chunki o'zi unutib qolgan bir tug'ilgan kunni bu ayol unutib qolmaganda. Shuna bu rasm chizganda o beshi bir xil igik holatni chizgan. Realizm shaklida chizgan, reallikdan olganda. Demak, o beshini anda qilib igib maymoq chizish sabab o'zining bir xil shu qizni ko'rgandagi xushalligini tasvirladida. Hamda xushallikni siz eg'iz bilan tasvirlayolmaysizlar-da. Masalan, bek xush ketdinglarmi? Uni har qancha tasvirlasanglar shu bek degan xatni ishlatsizlar, ammo u bir o'lik gapda. Siz bek xush oldim degan bilan qarshi taraf sizning bu gapni anglab, sizning bek xush oldim deyotgandagi hissiyotingizni his qilishi mumkin emas-da, chunki u gap bir o'lik narsa. Shu ammo rasm orqali o'zining xush bo'lib ketganini bir xil qanday iglik ketgan holatda tasvirlatadi-da. Bir aqag'in sunanga shunday bir narsa to'zi qildim. Mablag' soldim, pul os beribdi desa, shu to'y qilgan pulni. To'y qilgan ishlatadigan, yig'ib qo'ygan pulni ashdan qilib berib, to'yim bo'lmadi endi. Churiydi hozir qadar. Bu balimiz nima deymiz? Qaranglar. Bu balning ichki dunyosidagi bu balni kontrol qilayotgan ichki balini biz xo'shametchi bola deymiz. Xo'shametchi bola. Xuddi cho'ng bir pil kichik vaqtidagi tanni uzanmagandek bu balami gar cho'ng ketgan bo'lsa-mu, balliq davrda ichida balliq davrda yaratib olgan. Ammo shu yaratgandan keyin toki hozir qadar toki o'lguncha agar o'zgartmasdan ichida bu balning barliq harakat, xiyol, tuyg'ularga qo'mondonlik qiladigan bu ichki balni o'zgartmoqchi. Bu bala ichidagi shu xoshametchi bala bu balni menga nima ish qildi desa boshquradigan gap. Nima ish bunday bo'lib qoldi? Bu balani quchoqlash bekmayman. Hamda bu qanday shakllangan desa, silmas sirik o'maklarini bilamizlarki, pilla. Masalan, shu Hindiston yoki Taylandda masalan shu ba'zilar yo'g'on pillini kichik bir og'amchiga chigib qo'ysa turaverdi shu. Nima uchun pil? Hamda u pilga baksat kuchi va unda og'amchini nechoni yutalaydi. Ammo kichik ojizli bir og'amcha chigib qo'ysa turadi. Siz bu nimishqa buni turdi deb so'rasanglar, chunki kichik vaqtida u pil og'amchi tutib tura oladi-da. Shu kichik vaqtida kichik pilga og'amchi qo'ysa, u yangi urib eqib, bu yangi urib eqib, yana u yangi urib eqib, uzilmagandikin, uzilmaydi deb o'ylab cho'ng bo'lganda shu bu ish turaverdi. Gerçi o çoğun bir pil olgan bilen onun içki dünyasında onun barlıq hareketi qo'mondonlik qilayotgani yoki barlıq qarorlar qo'mondonlik qilayotgani herkes o usulda ko'rgan çoğun pil bo'lmasdan asli ichidagi ayni vaqtidagi kichik pil shu. Shu silimi mayli sizlar qanchalik yo'g'on bo'langlar, mayli qanchalik balanglar bo'lsin, qatnazar sizlar qandaq bir çoğun odam hisoblaninglar, suyimli vaqtdoshlar, hamda sizning barlıq hozir harakatingizga bo'libmi kayfiyatingizga, qarorlaringizga qo'mondonlik qilayotgan amaliyotda dal nimasi ichinglardagi kichik bola.
Muşini sizlar tep chiqmoqchi sizlar hayotingizda o'zgarish olmaydi. Ma'laqi sizlarni yaxshi ko'rgan yaxshi ko'rish ma'laqi. U hammasi yolg'on yaxshi ko'rish bo'lib, u tizla bitasab turolmaydi. Chunki bu yerda sizlar faqat ma'lum bir rolni o'taganlar odamlar qolsanda, biz buni keyin deyishlar. Demak, shu yaralangan kichik o'zini ba'zi odamlar ko'ra qolganda, ashuni quchoqlaganda, ondan sizlar muhabbatni his qilib qolsizlar-da, his qilib qolsizlar. Chunki hayotim tunji qatim bir odamning sizlar hech nima bo'lmasanglarmi, kuchli bo'lmasanglarmi, aqlli bo'lmasanglarmi, boy bo'lmasanglarmi, egiz bo'lmasanglarmi, chiroyli bo'lmasanglarmi, sizlar haqiqiy yaxshi ko'rganni shu vaqt his qilsanda, bu mana ulug' muhabbat bo'ldi. Ammo reallikda shu sizlar cho'qim yaxshi ko'rish kerak uchun aqlli bo'lish, chiroyli bo'lish, pokiz bo'lish, ishchan bo'lish, tirishchan bo'lish, eng bilimli bo'lish, eng boy bo'lish, voy. Nurg'unlagan bo'lishlar orqali ondan sizlar kishilarning muhabbatiga erishman deb qaraysizlar, ammo afsus shundoq bo'pmi erishaolmaysizlar. Haqiqiy muhabbatga asli undan narsa kelmay, undaq narsa emas, biz ashundoq o'ylab olamiz. Shu ma'rasimda shakar baktasini ketgan keyin shu aslidagi iva bilan to'y qilgan. Endi biz shu ishimizda shundoq bir bola bo'ldi-chu, hammamizdan. Biz buni neyze xeyzdem duamda. Endi desek bo'ldi, ichki bola deymiz endi. Mesela men bir balni tunayman-da, do'stim emas endi, tunishim desam bo'ladi endi. Bu bola shundoq bir xildim deymiz halqa. Gentleman, shanshi bir bola endi. Shundoq yurish-turishlari yaxshi degandek. Ammo bu bola ama shu o'qiyotgan vaqtida hamda o'qiyotgan vaqtda bu balni bunday o'qiyotgan vaqtda bir xilqa boshqalar yordam berdi doim, ammo yaxshi ko'rib baxsak bu balni boshqalar yordam berishi bir xil sal benormal. Bunday o'qiganda o'zini unutgan oldi boshqalar yordam berdi. O'zimi bu xil mijozning shundoq bezar, ammo o'zini kontrol qila olmaydi. Masalan, bu bol o'qiyotgan vaqtda masalan yotoqda dars o'rganayotgan bo'lsa, yana bir yotoqda ishimni dars o'rganayotgan bo'lsam, yotoqda shaqananga menga tomoq ichirib desa, yo'q demaydi. Qaranglar. Uni shunda yo'q degisi bor. Biroq u yo'q demaydi. Keyin xizmat chiqdi, xizmatchi desam, shu ishxonada hech kim qilmaydigan ishlarni shu bol qildi. Uning yo'q degisi bor, men bu mening vazifam emas, bu mening xizmat doiram emas degisi bor, biroq demaydi. Keyin bu bir qiz bilan tunishib to'y qilmoqchi bo'ldi. Endi ishchan bo'ldi, bu ishlab yig'ib pul yig'di endi. Ammo to'y qolganda uning bir aka-aqinisi uningga onun ustiga var rasmsiz g'alib bo'ldi, masadagi qizlarang qushliq hissiyat. Keyin bu qiz to'y qildi. Hamda bu rasmni sizlarga avatlik sabab nima desa, bu darsimiz shunga munosabatlik muhabbet degan nima? Muhabbet degan nima? Ammo bugun men muhabbet degan nimaga javob bermaymiz. Bugun hamda qanday vaqtida odam qarshi tarafni yaxshi ko'ra qoldi deydigan gap chiqadi-ku bu yerda. Xuddi mush rasmga o'xshash ko'pinchimiz sevimli vaqtdoshlar qalbimizda o'zimizni unutib qolamiz. Kichik bir o'zimiz bor-ku. Bu kichik o'zimiz bizning bir quchoqlab qo'yishimizni shunchalik orzu qildi. Bu xuddi ichimizdagi o'zimiz, bu bizning haqiqiy bir balimiz, biz uni dadisi yoki opasi biz uni tashlab etgan
Endi o şu bizning mavzumizdan shu kichik ichimizdagi yaralangan kichik o'zimizni bir quchoqlab qo'yishini naqadar umid qildi, ammo biz unutib qolamiz. Unutib qolganda xuddi shu shakarning rasmxonasiga kirgan ayoldek hayotingda ma'lum bir odam yoki er yoki ayol yoki do'st yoki muhabbat yoki ayol yoki hamroh va yoki sizning boshliqinglar yoki sizning xizmatdoshinglar qilib bir odam sizning o'zingni unutib qolgan shu kichik bolani quchoqlaydi, silnamas. Bu bek muhim narsa. Misol haqiqiy muhabbat shu bo'ldi. Haqiqiy muhabbat herkese silni yaxshi ko'rgan bo'lsa, demak bu xil xushomadchi bola, bu xil tipdagi bolalar o'zining shaxsiy ehtiyojlarini asosiyatdan o'ylashmaydi. Shundoq o'ylash qilsa, ammo o'ylashamaydi. O'ylashamaydi. Qilolmaydi. Biz ba'zi odamlarni birini bermidi deymiz. Bermidi emas, berenmidi. Yo'q. Masalan, o kuyunmidi deysizlar. O kuyunmidi emas, kuyunanmaydi. Mayli nurg'un cho'ng bir farq bor shu vaqtda. Masalan, ba'zi ayollar yo'lchiman kuyunmaydi. Aslında yo'lching san kuyunmaydi emas, kuyunanmaydi. O kuyunmaslik o erning tanlashi emas. Shu aytamsan ya. Berish bermaslik uning tanlashi emas. Ayollar men kuyunalaydigan turib kuyunmidi deb qaraydi. U kuyunmidi emas, kuyunanmaydi. Chunki uni ichidagi bola boshqurdi. Okay. Ba'zi damlarning hayotda, masalan, shu ag'inam emasam, tunishim. Shundoq yoqdi yegim keldi mening adash deb yig'lab ketadi. Ammo men deyolmayman deb. Nima qilqim bilmaydi-da. Shuna sizlar atrofingizga masalan tuqqan yoki oilangdagi ayol ba'zi odam og'rinsa olmaydi. Bu og'rinsa bo'ladi. Ama bu meseleni hal kılanmaydı. Bu bal neymiş bunda bo'lib qolgan? Mori bilan o'tgan Seyshanba deydigan bir kitap bor. Bek yaxshi, buni davlat tilidagi nusxasini shunday yaxshi o'qib qo'ysam bo'ldi. Ondan sonra qisqalam kitap. Shu Mori bilan o'tgan Seyshanba degan shu kitapda Mori deydi hamda. Mori hamda yashnab qolgan odam. Şu kitabın yazgıcısı hem şu Mori bilen Seyshanba paranglashib şu paranglarni yezib hayot to'g'risida, muhabbet to'g'risida yozgan. Har qanday bir ota-ona baliq ziyonkashlik qildi deydi. Har qanday bir ota-ona baliq ziyonkashlik qildi. Bu deganlik hargiz har qanday ota-ona balni baka urib xo'rlaydi deganlik emas, bu xo'rlash, urish bu yerda ziyonkashlik emas. Shunisi vaqtashlar. Mesela şu tunuşumdan ailesini biz tadqiq bakaylı. Qanday aile çoğun bo'lgan? Hem shunda yaxshi aile çoğun bo'lgan. Bizden ayni vaqtda bizden yaxshi-da uning nimasi. Teojenlari yaxshi. Endi misol sharoitlari yaxshi. Ammo otasi aldirash bo'lgandan keyin otasi yaxshi ko'rdi bu balni. Ammo sharti bor. Nima qilmasi kerak? Sho'xlik qilmasi kerak, yig'lamasi kerak. Qaranglar, sho'xlik qilmasi kerak, yig'lamasi kerak. Chunki ota-ona aldirash bo'lgandan keyin bu oilada bu ota-onaning hamdalik sho'xlik qildigan, qishqa hop qildigan bolani beqish sharoit yo'q. Şu an bu uchun cho'qim yig'ilmaydigan, qaqshmaydigan, bunday aytgan vaqtda hozir o'zgartirsak özünün ihtiyacını oylaşmay, ata-anasının ihtiyacını oylaşan bir balı gerek. Bu balığa ata-anasının muhabbeti gerek. Şunlar müşahede bu balığın jığılış kəsimi, hop qıyğız kəsimi. Ama ata-anasının muhabbeti eriş için ata-anası lazım bir balını veriş gerek, payda qilish gerek. Şu an müşahede bu inner child, yani şu içki bala müşahede şekillendi degan gibi. Şundanlar.
Şu har qandaq ata-ona ma'lum darajada balaga ziyonkashlik qiladi suyumli saboqdashlar. Biroq buningdan qochib qutulish mumkin emas. Buningdan qochib qutulish mumkin emas. Masalan, bir stakanni tutgan ekansan, sen stakan tutding. Faqat bo'lmaganda stakanda bir izon qoladi-ku. Ba'zi bek mijiqlab mehnat qo'llar bilan mehnat qilyotdi. Bek eshib ketsa shu tutquchi aynak stakanni chaqib o'tishi mumkin. Demak, bir ota-onaning balaga ko'rsatgan ta'siri uch xil bo'ldi. Ba'zilari haqiqiy rasmiy xo'rlab chaqib o'tdi, ba'zilari mehnat qilyotdi. Men shundoq yaxshi balamni kuyundim, muhabbat berdim degan taqdirdami stakanda bir iz qoldigan gap, ya'ni ichki baladan bir qoldigan gap. Bu ichki bala mana shundoq odamning hayotida to'xtamay qaror va nimalarga qo'mondonlik qiladigan gap, sevgili saboqdoshlar. Endi biz hammamiz bir kichik baltoq. Biz hammamiz bir kichik baltoq. Biroq buni unutib qoldik xolos. Hamma odam bir kichik balti. Hatta bizning yo'g'on onamiz, dadimizmi bir kichik balti. Ular bir kichik balti, bizim kichik balti. Yili ham biz kichik bir bala. Şu ishingizdagi bu bala, ya'ni muhabbatga erishish uchun muhabbatning shartlari ostida bek charchab ketgan, bek erib ketgan, erishga mutaha jur'at qilolmaydigan bu bichora balani biz yana o'zimiz bir quchoqlab qo'yishimiz kerak. U bizni saqlaydi, sevgili saboqdoshlar. İçimizdeki bu bala bizni saqlaydi. U bizning uningga bir qitim bo'lsa-mu shartsiz muhabbat berib beqimishimizni, u kuchli bo'lmasa-mu, aqlli bo'lmasa-mu, do't bo'lsa-mu, ojiz bo'lsa-mu, nomrat bo'lsa-mu, sho'xlik qilsa-mu, po'xlik qilsa-mu, nemish qilsa, ish qilib bir qitim bo'lsa-mu, uning biz uchun nemishlarni qilib bergani, biz uchun nimalarga o'ylangan emas, uning mavjudligi uchun uni yaxshi ko'rganligimizni faqat bir qatam ifodalash uchun uni bir qatam quchoqlay olsak, qila olsak, anda bu ichki biznikiga bala saqlaydi. Biroq, sevgili saboqdoshlar, mening bu darsni o'tishim sabab sizlarga mush xil psixikalik holatni o'tib qo'ydim. Endi sizlik xatolik nima bo'lishi mumkin desa, o'zingizcha ichki balani quchoqlaydim, tashladim minnettar, bağladım minnettar, asmandım minnettar deb baka yalgandım bir qiliqlarni qilib жүрмаңlar, sevgili saboqdoshlar. Bu ders ba'zi odam onda bir hayajon bo'lib, hamda voy men ichki balam quchoqlamabdimi deb o'zicha bir rol o'tmanglar. Sevgili saboqdoshlar, rol o'tish yomon charchib o'tadi. Yaxshi odamning rolini o'tmanglar. Minnettar adamning rolini o'tmanglar, rol o'tab bek charchab ketishlar. Mening bu darsim uchun bir psixologiyadagi bir bosqich bu xolos. Bu yerda men sizlarga ichki balni qandoq tepib, uni qandoq quchoqlash to'g'risida hechnim o'rgatmagan ahvol ostida o'zingizcha men ichki balni bir quchoqlashim kerak ekan deb bir taniy lavz tetqiz ishlarni qilib qo'ymay, mush darsni munda ekanda asli munda bir ish borken deganni bilsang bo'ldi. O'zingizning tadqiq qilib ketmanglar. Chunki sizda hozir unda iqtidor yo'q. Men unda iqtidorni berganda ananda ekan shunda qilsang bo'ldi. Siz daskaga chiqdinglar, men sizlarga bor vermay bir nim siz demayman. Men sizlarga bir nim siz deyishdan oldida bor berman. Ondan manda narsani siz deb berman. Siz hozir daskani oldida o'zingizcha muallim menga bunda bir nimni siz deganni men qanday qilaman, siz ammayapman, qo'limda yo bor yo'q deb shunda, ey balla bu men sizlarga hargiz hayotimda anda qilaman, manda o'zgarib, manda qilib ichki balni anda quchoqlagan degan gap yo'q, men bir dars. Men dedim, unda qilish uchun men sizga yetarli narsani tushuntirib, aningdan keyin o'zingizlarni tepanglar deydigan topshiriqni beraman. Bordim buni berib, endi xo'razni bilsang-ku, shuni siz desam, ondan sizlar bir jijlab birimsiz sizlar.
Men undaq narsani demasda o'zingni faraz qilaverib, muallimning mushtarisini o'tishga sabab, biz bundaq qilindi, men ichki bolani quchoqlaydi ekanman, qanday qilaman deb o'zingizcha bir rolni o'tib, tayin yo'q ishni qilib жүрmanglar. Bunda narsa bor ekan deb qo'ysizlar. Men tahsilga qanday qilish, qanday qilsa bu ichki jarohatlarni o'ngshul bu to'g'risida hech qanday narsa o'rgatmagan ahvol ostida o'zingni kashf qilib olmanglar demoqchi. Biz men o'rganguchi, men bu darsxonni tasdiq sababim shu ba'zi odamlar bizni mana anglab o'zi bilan o'zi bir ishlarni qilib, o'zi bilan o'zini aytdi retlik bo'lib, uni tirishchan bo'lib, amaliyotda qarasa tirishchan emas, retlik emas, minnatdor emas, faqat shuni rolni o'tayotganli bir odam. Yaxshi odamning rolini o'tab charchaydi, minnatdor odamning rolini o'tab charchab, baxtli oilaning rolini o'tab charchabmish. Shundaq. Bu bizning psixologiyaning bu qoidasi emas. Shuna bir yil degan gap shu. Aldirmayman o'rganib, haqiqiy, real o'rganib, bu bir ilm pen bo'lgan ekan. Tokkudi qandoq qilib, manda qildi ekan desanglar, rol o'taysizlar. Sizlargiz bu chaqdalaqa ichki bolani quchoqlagan odam emas, ichki bolani quchoqlagan odamning rolini o'taydigan bir o'xshab qolsa hozir men Urumchida tomoq hamdaq halaqa eshikning sirtida o'rindiqlar va tomoqxonlik cheysanglar bir sunukundek yasnamabdi bir odam. Sunukungmi shu? Ham do'raydiki aplab. Hammadan meni kelib sunukungni do'ra bepti. U sunukungmi bu? Shuna o'xsha mualaqa. Ba'zan bunda qildi ekan men deb meni baxtli odam bu minnat to'g'ri dedi bu ma'lum. Men atidan boshlab minnatdor odam bo'laman deb uni rolni o'tib tushib ketadigan manda. Men sizdan ishni hech qanday qiloldim. Sizlar bir kuzatuvchiga aylanib, bu darslarni o'rganib, o'zingni kuzatsanglar bo'ldi. Hargizmi tuyuqsiz mundaq bir ishlarni qilib, o'zingni aldab yurmay, bu darslarni tushunib, bilsanglar, ondan kuzatib bilsanglar, o'zligidan biz kuzatuvchi. Shuningdek kuzatimiz, munda avlodimi, onda avlodimi deb. Men o'rgatmay nima ish qilaman? Asta o'rganamiz. Aldirash yo'q. Shan qilinglar. Bo'ldi unda bugungi darsim o'sha tugdi. Kelar soatda